Ayol kishiga nima kerak? Ayollarga nima kerak? Ko'p narsa kerak. Aslida ko'p emas. Ularga shunchaki mehr kerak, e'tibor kerak. Masalan, biz nima xohlashimizni bilamiz ayollarimizda. Ertalab tursak, nonushtamız tayyor bo'lishini, kiyimlarimiz yuvilgan, tozalangan, dazmollangan holatda bo'lishini xohlaymiz. Bizni chiroyli ishga kuzatishini va ishdan qaytib kelganimizda shirin tabassum bilan kutib olishini, shirin taomlar pishirib qo'ygan bo'lishi kerak. Uylarni saramjon, sarishta tozalab qo'ygan bo'lishi kerak. Farzandlarimizni tarbiyasi bilan o'z vaqtida shug'ullangan bo'lishini xohlaymiz. Ayollar nimani xohlashadi? Ayollar shunchaki biz bilan suhbatlashishni xohlashadi. Ular suhbatlashib, ular mehr oladi. Shuning uchun ba'zi bir holatlarda shunaqa qizg'anch bo'lib ketganmiz, shunchaki mehr bergimiz kelmaydi, ularga e'tibor bergimiz kelmaydi va buning oqibatida o'sha ziddiyat kelib chiqishi bu tabiiy hol. Shuning uchun o'z vaqtida ularga e'tibor va mehr berish kerak. Bu xuddiki avtosalondan mashina xarid qilasiz. Ma'lum bir probeg yurganingizdagi nima qilish kerak? O'zi moya almashtirish kerak. Moya almashtirmasangiz, mashina buksavat qiladi. Texnik shikast yetadi. Shunaqada ayollar kundagi shu kechgacha shu xonadan bu xonaga, bu xonadan u xonaga ish bilan yurib, yo'q probeg o'tgan sari moyani almashtirish kerak. Ularning moyani o'sha shirin so'z bilan, mehr bilan, e'tibor bilan almashtiriladi. Shu kifoya ayollarga o'zi aslida, ko'p narsa emas.